Kalını ig'izi shalvirab ketdi. Aqsil emas, aqsil o'xshab qolgan kishilar bo'lib qoldi. Buni qanday qilamiz degan chaqda? Mana bu tuz. Mana tuzni suv silib eritsak, quyuq eritsak, tuz suvi bo'ldi. Kalni ig'izni tuz suyida yuyamiz. Agar qila olsak, hammamiz uydan chiqdi 500 gram oq achchiq suvga 100 gram aqaroq, 100 gram sho'yan shuy. Mushu yorib qolgan mallarni chechib yuydigan, ko'pik chiqaradigan bir dori bor, sho'yan shuy deb. Shu dorini aralashtirib, kalning ig'izini yana yuyamiz. Tuzsiz yuyamiz, ma'ni yuyamiz. Qaysini qila olasan shuni qilinglar. Mening unumi tuzligidan yaxshiroq. Agar topa olsanglar, margan sup ekilib, margan supning suyida yuyamiz. Topmoq tez. Topa olsang, uni yuysan, taxim yaxshi. 3 xil yuyamiz. 3 xil narsadan qaysini topa olsak mayli, yuyli. Yuyib bo'lgandan keyin, mana yutni ekilib, ig'izni chachimiz. Kunda 2 qitim qilamiz. Mana ig'iz tarafdan qilgan parvish bo'ldi. Endi put tarafdan qanday parvish qilamiz? Yana o'xshash. Kalning putni sho'yan suyida yutib bo'lib, yut chechib, tozalab bo'lib, ustiga Çingmi su'ning unini chechib tangimiz. Yuyishi yo'q bilan tangsak bu bo'ldi. Çingmi suv bilan tangsak bu bo'ldi. Uning ustiga koni palay bo'lamdi, paypoq bo'lamdi, bir narsani kaydiramiz. Ig'ilning quruq yag yapırımız. O'l yag desab qas bo'lmaydi, bulg'ansi bo'lmaydi. Kunda bir qitim tangimiz. Almashtirgan daka qalaymagan narsaning hammasini chiqib o't qo'yamiz. Qalaymagan tashlab bo'lmaydi. Ko'ydirib o'tish kerak. Oldin qitir sonni men filmda degandek 2 kun uqilmaymiz deb ama 2 kun o'tib 3. kunisi 48 saat kirgan chaqda kal qizishqa boshlab 2 kun qizig'ini qo'ydik ha. Endi parvish qilib tashlaymiz. Mavo sayxo qizim qaytadigan ukul. Mavo bellangan qizitma zukama ishlatgan ukul, ikkisi o'xshash qizitma zukama ishlatgan ukul. Ma'nodan urimiz kalning cho'ng ishga qarab turib, mana tushunish bo'yicha uzoq bo'ldi. Ma'no uzoqmi bo'ldi? Mushning qaysini topa olsak, ya'ni annejin deb ukul va uni uzoq bo'ldi. Hammasi o'xshash qizitma zukama ukul. Qizitni kunduq bashakdan bo'ldi. Pek etishmaymiz. Qattiq etishmaymiz. Etishsingizdan o'ldi. Agar mushu vaqtda Tuğba bilan Çingmi suvni ukul qilib usaqlam o'ldi. Ukul usaq bo'ldi. Quvvat ukuli. Qanshing suv. Bersak, mavi bakteriya emas, kuchaymaydi. Mush ukullardan qaysini topa olsak, shuni usaq bo'ldi. Boshqa ukul ishlatmaymiz. Endi haddidan ziyoda kala ichiga tinib, qo'saq lapildab, nafas ulgamay, ma ahvol kelsa o'pkiga o'tgan bo'ldi, yuqumlangan bo'ldi. Bu vaqt qanday qilamiz desa, taylamisu degan ukulni urib, o'pkining yollig'ining kuchib ketishining oldini olamiz. Bu vaqtda kalning kasallanganiga allaqachon 3. yo 4. kuni bo'ldi. Agar mush usullar qilib, umashni kunda 3 kuzimiz, put qo'lni yog'laymiz, tozalaymiz, ig'izni to'xtamay, sholqin ig'izni 2 qitim, dori ukulni qarab turamiz. Japat atimiz. Agar mush tayyorlatib 7. kuni ulisha olsa, kal o'lmaydi. Bu kala qanday o'ldi desa 2 kishi o'ldi. Birisi mağdursizlikdan och qilib, bedanga quvvat yo'q, o'jliqdan o'ldi. İkincisi, xato davolashdan o'ldi. Deb o'tdik. Bu kasal virusdan bo'lgan kasal, bakteriyalik kasallik emas. Shu bu kasalliklarga antibiotik dorilar ta'sir qilmaydi. Çingmi suv, tubo qadar dori ta'sir qilmaydi. Buni umusingiz yaxshi. Uyg'ondan keyin shinjiyan yurak muskul ter yollig'ini keltirib chiqib, tizlam o'ldi. Urush to'g'ri kelsa, qizitmay turgan dorilarni azob ishlasak bo'ldi. O'pki pek ishib turgan chaqda telamisu. Onu başka işlet. Ben hozirgacha qilib kelgan usulim mushu. Mushningda 5 yil bo'lgan chiqma, o'tgan yil chiqdi. Mushni qo'llandim. Bir kalım o'lmadi. Ya'ni mushundan mayli silab qolsin, mayli ekran oldiga silab qolsa, foydalanib qolsanglar bo'ldi. Endi umay sovugan bo'lsa, mani silib kalga bir vasaklan bo'ldi. Oldinish asos, vaksina uzish asos. Bu shu chorvachilik tarmoqlariniki doktorlarning gapini anglaydi. Men davolash gibi qilmadim. Faqat oldin elish, parvish deb qo'ydim. Mushuni foydalanib qolsanglar bo'ldi. Men to'liq bir mashg'ulotni qilib, ig'izni chaqash, ig'izni tozalash, dori purkish, tuyoqni tozalash, dori purkishni ko'rsatib qelsam, mana bu yerda kallarda ahvol yo'q. O kallarni andakalni izlab bag'ishga meni vaqtim yetmaydi. Men faqat deb qo'ydim, qayta-qayta shu ko'rib, ashni isin tutib, mashg'ulot qilsa. Bu qipaqqa ish, kalni og'zini tozalash, putni tingish, ajiqla qolaysizlar. O'zingni uyini vasanglar bo'ldi. Umashni bergan chaqda qiziq bermanglar. Cho'qim sovuq bilanlar, qiziqni ichmaydi, mi? Qo'limda.